Olxo'rida changlatuvchining ahamiyati qadar kattaligini oddiy misoli mana shu daraxtlarda hosildorlik ko'rib turganimizda nihoyatda katta. Ko'p hosil qilgan. Sabab bitta mana shu yerda changlatuvchi bor. Shuni hisobiga mana bu yoqda ham hosil nihoyatda ko'p. Buni ta'siri mana orqadagi daraxtlarga ham sezilgan. Hosildorlik juda yaxshi. Xuddi shunaqa mana bu yoqdagi daraxtlarda ham ko'rish mumkin. Oxirigacha nihoyatda yaxshi hosil solgan. To'liq. Lekin mana ko'rib turishingiz mumkin, 3 ta daraxt o'tgandan so'ng hosildorlik pasaya boshlaganini ko'rish mumkin. Mana bu holda hosildorlik ozroq, o'rtacha, gektariga 7 kilo, 8 kilo. Bundan oldingi changlatuvchi yonida turganlarda 30 kilo, 35 kilo bor edi. Mana ko'rish mumkin, unaqa quyib solmagan. Shuning uchun barcha diploid slivalarda, olxo'rlarda changlatuvchini albatta ekish kerak. Ayamasdan hech bo'lmaganda 10% miqdorda ekilsa yaxshi effekt beradi.